Bahrayn poytaxti Manama shahrida og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati yakunlandi. Dunyoning 92 ta davlatidan 500 nafarga yaqin sportchi ishtirok etgan musobaqada O'zbekiston terma jamoasi 3 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medallarini qo'lga kiritdi. Ruslan Nuriddinov va Sharofiddin Amriddinov oltin, Muhammad Qodir Toshtemirov kumush va bronza, Sarvarbek Zafarjonov esa bronza medallariga sazovor bo'lishdi. Jahon chempionati yakunlariga ko'ra delegatsiyamizga barcha sovrinlarni taqdim etgan erkaklar jamoasi medallar to'plami bo'yicha umumjamoa hisobida 3-o'rinni band qilishdi. Hafta boshida O'zbekiston terma jamoasi yurtimizga qaytib, sport jamoatchiligi va sportchilarning yaqinlari tomonidan tantanali kutib olindi. Og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi salmoqli muvaffaqiyatga erishib, umumiy medallar hisobida 3-o'rinni egalladi. Jamoamiz yuqori tayyorgarlik va jamoaviy ruhni namoyish etib, jahon chempionatining kuchli uchligiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Ayniqsa Ruslan Nuriddinov kabi tajribali sportchilar alohida ajralib turdi. Ularning yutuqlari yosh sportchilarga o'rnak bo'ldi. Jamoa erishayotgan muvaffaqiyatlar murabbiylar shtabi jiddiy faoliyat olib borayotganidan va mamlakatimizda og'ir atletika rivojiga ko'mak berilayotganidan dalolat beradi. Sportchilarimizni ushbu jahon chempionatidagi yutuqlari aynan bir olimpiad sikrini tugab, ikkinchi bir 4 yillik sikr boshlanishi arafasida bo'lib turganligi bizni xursand qiladi, chunki nafaqat Akbar Jo'rayev, Ruslan Nuriddinovlar, balki mana yosh sportchilarimizga ham guvoh bo'ldik. Sharofiddin Amriddinovning chiqishi yoki bo'lmasa Muhammad Qodir Toshtemirov, Sarvar Zafarjonovlar ham yosh sportchilarimiz jahon chempionatlarida o'rinni olganliklari bu albatta bizga zaxira sportchilarimizdan ham, ya'ni Los Angeles Olimpiadasiga munosib o'rinbosarlar borligini ko'rsatdi. Yutuqlar bilan kamchiliklarni ham ko'rib turibmizki, kichik vazn toifalarida ham ustimizga ishlashimiz kerak ekan. Shu vazn toifalarida ham bitta ham talantni ko'zdan qochirmasdan jahon chempionatlariga, olimpiya o'yinlariga olib chiqishga harakat qilamizki, chunki umidimiz kelib ham bitta vazn toifada 3 ta kuchli sportchilarimizdan to'planib qolishi. Bu yaxshi, konkurensiya albatta. Bu rivojlanish. Lekin mana shu rivojlanishni biz nafaqat o'sha yuqori vazndagi vazn toifalarimizga, ya'ni o'sha o'rta vaznlarda yoki kichik vazn toifalarida ham shu konkurensiyani vujudga keltirish uchun bugungi kunda respublikamiz bo'ylab har bitta o'sha sport maktablariga, har bitta olimpiya va paralimpiya markazlarida og'ir atletika adrenalari mavjud va mana shu adrenallar orqali butun talantlarni yig'ib olishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Buning uchun albatta yurtimizda hukumatimiz tomonidan, muhtaram prezidentimiz tomonidan butun zaxira, fundamentlar qo'yilganki, bundan faqatgina o'sha unumli va samarali foydalangan holda biz o'ylaymizki, yanagi olimpiadada ham og'ir atletikachilar o'sha o'zimizning O'zbekiston sport delegatsiyasiga medallari bilan hissa qo'shib, o'zlarining so'zlarini aytadi degan umiddaman. Ruslan Nuriddinov 109 kilogrammgacha vazn toifasidagi dast ko'tarish mashqida 182 kilogramm bilan 5-o'rinni band etgan edi. Siltab ko'tarish dasturida yuksak mahorat ko'rsatib, 242 kilogramm toshni bo'ysundirib, 3 yil avval aynan o'zi 2021-yilning aprel oyida o'tgan dunyo birinchiligida o'zi o'rnatgan jahon rekordini yangilashga erishdi. Chempionat jarayonida Nuriddinov qayd etgan 424 kilogramm natijani hech bir og'ir atletikachi yangilay olmadi. U ikkinchi bor ikki kurash bo'yicha jahon chempioni sifatida e'tirof etildi. Shu bilan birga u jahon arenasida o'z obro'sini mustahkamlab, jamoasini yanada yuksak marralar sari ruhlantirdi. 2016-yilgi Olimpiada chempioni Ruslan Nuriddinov jahonning eng zo'r og'ir atletikachilardan biri ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Bundan tashqari u O'zbekistonning mashhur polvoni va jahon og'ir atletikasining afsonasi. Ruslan og'ir atletika olamida hurmatga sazovor. Muxlislar uni olqishlar sadosi ostida qarshi olishadi. Ruslan Nuriddinov barqarorlik va eng yuqori mahorat ramzi hisoblanadi. Uning yutuqlari esa ushbu sportdagi mavqeini ta'kidlaydi. O'z rekordlari tufayli bu sport turining elitasi qatoriga kiradi. Uning muvaffaqiyati esa O'zbek og'ir atletika maktabining xalqaro nufuzini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O'zbekistonlik og'ir atletikachilarning zafarli chiqishidan so'ng ular Toshkent xalqaro aeroportida muxlislar, yaqinlari va mutasaddilar ishtirokida kutib olindi. Hammaga katta rahmat. Bilaman, butun O'zbekiston qo'llab-quvvatlagan, butun sport ishqibozlari hammasi duoda bo'lgan. Ularga avvalambor minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki barchasi yetib keladi baribir ham yurakkacha.
Allohga shukr aytmoqchiman. Shu kunga yetkazganiga. 33 yoshdaman. Ko'pinglar bilsanglar kerak. 33 yoshda o'z rekordini yangilash juda ham qiyin masala ekan. Bitta zo'r kommentariy bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda. Ustingda shtanga turibdi, bayroqdek xilpirayapsan deb. Ustingda 242 kilo tursa, o'zing xilpirarmikinsan, yo'qmikin ko'rarman dedim. Endi lekin shukur qilaman shunchalik darajaga yetkazganini. Rivokka kelganda aynan Talchokka juda ham ko'p nastroy bo'lgani evaziga o'ylaymanki, Rivokka sal kuch bera olmay qoldim. Hammasi oldinda bizni qo'limizda faqatgina mehnatdan qochmaganmiz. Emotsiyalarni saqlab qolish qiyin-da, masalan, yig'i birinchidan eng takoy qattima keldi. Quvonch, albatta quvonch yig'isi, yoshi va ko'rgan bo'lsanglar, orqaga qaytayotganda chekinayotganimda bayroqni o'pdim. U har doimgi mendan ayrilmas, yuragimdan hech qachon ayrilmas hissiyot. Vatanimni juda sevaman. Bunaqa rekordlardan keyin birinchi bo'lib o'sha aynan vatanimga, vatandoshlarimga yuzlanaman. Og'ir atletika vakiliga intervyuda bir fikr aytib o'tdim. Menga medallarni unchalik qizig'i qolmadi. Menga aynan o'zimni rezultatlarimni yangilash anchagina ko'proq qiziq bo'lib qoldi. Va o'ylaymanki, bu narsani uddala oldim va ko'ramiz endi, harakat qilaman, nasib qilsa yana uddalashga. 3 karra jahon chempioni va 3 karra jahon rekordchisi bo'ldim. 241 endi men uchun pik degandek bo'ldi-da. To есть bu yog'iga o'tolmasang kerak, endi yoshing ham o'tib bormoqda, yosharmayapsan degan bir fikrlar ham o'tdi-da o'zimda ham. 1-2 yil ozgina travmalar bo'ldi, ozgina qiyinchiliklar bo'ldi. Shunga qaramay, bu yil juda ham yaxshi keldi, qo'l keldi, Allohga shukr. Sentyabr oylarida bo'lsa kerak bir keldi-da shu yerga. 42 qilib ko'rsammikin, 43 qilib ko'rsammikin degan fikrlar keldi-da. Mana Allohga shukr, shu niyatlar ham amalga oshdi. Jahon chempionatida ham jahon chempionligi bilan birga jahon rekordi ham o'rnatildi. O'zim urdim. Ruslan Nuridinovni esa Toshkentda uning asosiy muxlislari bo'lgan va musobaqa oldi eng ko'p qayg'uradigan turmush o'rtog'i, 2 nafar qiz farzandi va ota-onasi kutib olishdi. Chempionlar oilasi a'zosi bo'lish nafaqat g'urur, balki katta stress. Bu muvaffaqiyat aql bovar qilmaydigan mehnat natijasi va har bir sportchining omadsiz ishtirokini ham g'alabasini ham uning atrofidagi yaqinlari birgalikda baham ko'radi. Zero oila asosiy kuch manbai va har bir buyuk chempionning ortida uning qarindoshlari, unga ishongan, ruhlantirgan, barcha qiyinchiliklarni yengib o'tishga yordam beradigan oila a'zolari turadi. Смотрели, конечно же, всей семьей. Albatta, butun oilamiz kuzatib bordi. Farzandlarimiz, ota-onalarimiz va men. Bosh farzandimiz hammasini tushunadi. Katta bo'lib qolgan. Onli ravishda boshidan oxirigacha to'liq kuzatdi. Qayg'urdik, xavotirlandik. Oxirigacha tomosha qildik. Biz ularga ishonardik. Hammasi yaxshi bo'lishini bilardik va xo'jayinim o'zlarining eng yaxshi natijalarini ko'rsatdilar. To'g'ri, o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor. Uyda kam bo'ladilar, ayniqsa xorijiy safardagi xalqaro mashg'ulotlarda bo'lganlarida uzoq muddat. Ba'zan bir oylab yoki 2 oylab ham ko'rishmaymiz. Qizaloqlarimiz otajonisini qattiq sog'inishadi. Ularda hammasi reja asosida va tartib bilan ish olib boriladi. Ya'ni ertalab ketadilar, kun bo'yi mashg'ulot bazasida bo'ladilar. U yerda ovqatlanish tartibi ham boshqacha. Juda kech uyga qaytadilar va har kuni xuddi shunday. Ayniqsa jahon chempionati kabi jiddiyroq va mas'uliyatliroq musobaqalarga tayyorgarlik ko'rayotganlarida hammasi ideal ravishda va tartib bilan bo'lishini talab etiladi. Bu degani ularni ko'p bezovta qilishimiz kerak emas. Ular o'zlariga ishondilar va biz ham ularga ishondik. Shu tariqa rekordlarini ham yangilashga muvaffaq bo'ldilar. Hammasi amalga oshdi. Butun oilamiz bilan ularning yutuqlaridan juda faxrlanamiz. Bundanda yaxshiroq natijalarni qayd etishlarini va g'alabalari bardavom bo'lishini tilab qolaman. Biz doimo ularni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Bu nafaqat biz uchun, balki butun O'zbekiston uchun katta bayram. Yangi yil oldidan katta g'alaba bo'ldi. Bu hamma uchun quvonch. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bu og'ir atletikadagi eng yuksak natijalardan biri. Terma jamoa bosh murabbiyi ta'kidlaganidek, qisqa tanaffusdan so'ng sportchilar jahon chempionatida yaxshi natijalarni qo'lga kiritishga qaratilgan intensiv yig'inlarni o'tkazishdi.
Erishilgan rekord va medallar murabbiylar shtabining ulkan mehnati va mashaqqatli mashg'ulotlar samarasi hisoblanadi. Tayyorgarligimiz oxirgi o'quv mashg'ulot yig'inini o'sha Bahraynning o'zida o'tkazdik 20 kun. Bu bizlar uchun juda ham qulay bo'ldi. Shu sportchilarimiz o'sha yerdagi ob-havoga moslashishi hamda o'sha musobaqa zaliga, mashg'ulot zallariga moslashib, o'zini uyidagidek his qilishdi va jahon chempionatida sportchilarimiz yaxshi natija qilishib, mana shu 3 ta oltin, 1 ta kumush, 2 ta bronza medalni qo'lga kiritishdi. O'ylaymanki, sportchilarimiz o'zlariga qo'yilgan 100% lik natijani bajarishdi. Hamda Ruslonni oxirgi imkoniyatda o'sha jahon rekordini o'rnatishi juda ham katta bir yutuq bo'ldi deb o'ylayman. Birinchi navbatda maqsadimiz o'sha oltin medalni qo'lga kiritishdi. Keyin o'sha imkoniyat bo'lsa, o'sha jahon rekordiga borishga harakat qilamiz deb qo'ygandik, lekin o'sha niyatimiz bor edi. Yosh sportchilarimiz ham juda ham yaxshi qatnashdi. Mana o'sha 109 kg vaznda o'sha Sharofiddin Amriddinov ham dast ko'tarishda oltin medal qo'lga kiritishi bu juda ham bir katta yutuq deb bilaman. Muhammad Qodir Toshtemirov 81 kiloda, Sarvarbek Zafarjonov 89 kiloda o'zlarining vaznida munosib qatnashib, o'sha kumush, bronza medallarni qo'lga kiritishdi. O'zbekiston terma jamoasining yosh og'ir atletikachilari tajribali Ruslan Nuruddinovning ustunligiga qaramay, o'z salohiyatini namoyon etib, istiqbolli sportchilar sifatida o'zlarini ko'rsata olishdi. Jamoaning umumiy muvaffaqiyatiga yoshlar ham hissa qo'shdi. Jahon chempionati yosh sportchilar uchun jahonning eng yirik turniri muhitini his qilish, eng yaxshi og'ir atletikachilarga qarshi kurashda o'z kuchini sinab ko'rish va kelajakdagi yutuqlar uchun zarur bo'lgan tajriba orttirishga ajoyib imkoniyat bo'ldi. Nuriddinov kabi yulduzlarning yonidagi chiqishlari yoshlarni yangi marralar sari intilishga, o'z ustida yanada kuchliroq ishlashga undaydi. Ular uchun bu chempionat rivojlanishning muhim bosqichi hisoblanadi. O'zbekiston terma jamoasi yoshlari mamlakatimizda og'ir atletikaning kelajagi borligini ko'rsatib, to'g'ri yondashuv va qo'llab-quvvatlansa, xalqaro maydonda salmoqli yutuqlarga erisha olishini ko'rsatdi. Jamoa a'zolarining ko'pchiligi O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari safida xizmat qilayotgani va Mudofaa vazirligi sport markazida sportchi bo'layotgani, O'zbekistonda professional sportni rivojlantirishda harbiy sport tizimining muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlab berdi. Bu yangi iste'dodlarni rivojlantirishga ko'maklashish orqali sport va armiya o'rtasida aloqalarni mustahkamlaydi. Ularning zafarli yurishlari yurt sharafini ulug'layotgan mamlakat chempionlarini tayyorlashda O'zbekistonda harbiy sport turlari muhim o'rin tutadi. Ruslan Nuriddinov 3 karra jahon chempioni bo'lib, xalqimizda mana shu yangi yilimizga sovg'ani tuhfa qildi. Bizda Mudofaa vazirligida harbiy xizmatchi kapitan unvoni bilan biz u bilan albatta faxrlanamiz. Ruslan mehnatkash, juda tajribali, yoshlarga juda ko'p o'rnak ko'rsatadi. O'zining natijalari bilan Xudo xolasa Ruslandan hali sportni tashlamaydi. Los Angeles Olimpiadasida ham Ruslandan ajoyib natijalarni kutib qolamiz. Albatta bu 3 karra jahon chempioni bo'lishi ham jahon rekordlarini o'rnatgan. Biz u bilan faxrlanamiz. Bahrayndagi jahon chempionati mamlakat og'ir atletikachilari uchun muhim sinov bo'ldi. Ular dunyoning eng yaxshi sportchilari bilan raqobatlasha olishlarini isbotladilar. Ruslan Nuriddinov va yoshlarimizning tarixiy muvaffaqiyatlari O'zbekistonda og'ir atletika ustuvor sport turlaridan biri bo'lib qolayotganidan dalolat beradi. Milliy terma jamoamizning erishgan yutuqlari esa mamlakatimiz 4 yillikning asosiy startida kurash olib borishga tayyor ekanini ko'rsatadi.